Duoyimiz ijobat bo'lmayotgani ba'zida biz uchun yaxshilik bo'ladi bu narsa. Alloh o'zini hikmati bilan kechiktiradi bizni duoyimizni ijobatini. Chunki biz so'ragan narsa biz uchun shu paytda yomonlik bo'lishi mumkin. Bu narsani biz bilmaymiz, biz so'raveramiz Allohdan. Lekin Alloh biladi-ku bu narsani. Biz uchun yomonlik bo'lgani uchun Alloh kechiktiradi. Biz keyin o'tiramiz, men Alloh bermayapti menga deb. Tasavvur qiling, shu so'ragan uyimiz biz uchun yomonlik bo'lsa-chi, hamma oilamiz bilan yonib ketib qolsa-chi ertaga. Yoki so'ragan mashinamiz avariya bo'lib ketsa-chi, Alloh saqlasin. Shuning uchun biz bilmaymiz biz uchun nima yaxshilik, nima yomonligini. Alloh haqida go'zal o'yda, go'zal fikrda bo'lishimiz kerak. Tasavvur qiling, sizning bir kichkina qizchangiz bor, 3-4 yashar yoki o'g'lingiz kelib, pichoq bering menga deyapti. Yolvoryapti, yig'layapti. Qo'liga hech pichoq berasizmi? Yig'lasa ham, yolvorsa ham bermaysiz pichoqni. Chunki bilasiz, u bilan u qo'lini kesib oladi. Uning uchun yomonlik narsa u. Xuddi shunaqa biz ham Allohdan ba'zida so'raymiz, biz uchun yomonlik bo'ladi u narsa. Alloh biladi, biz bilmaymiz. Alloh aytadiki: "Estaizu billah, vallohu ya'lamu va antum la ta'lamun." Alloh biladi, sizlar bilmaysizlar.